O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2025-yil 29-yanvardagi 2024-25 o'quv yilida umumiy o'rta ta'lim maktablari, akademik litseylar va kasb-hunar maktablari o'quvchilari o'rtasida asosiy olimpiadaning 4-respublika bosqichini tashkil etish va o'tkazish to'g'risidagi buyrug'i va Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashining 2025-yil 11-fevraldagi majlis protokoli asosida fizika, biologiya, kimyo fanlaridan olimpiadaning 4-respublika bosqichi Nukus shahrida o'tkazilmoqda. Asosiy fan olimpiadasining O'zbekiston Respublikasi bosqichini yuqori darajada o'tkazish bo'yicha puxta tayyorgarlik ishlari olib borildi. Mazkur fan olimpiadasida Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va 12 ta viloyatdan jami 127 nafar o'quvchi, tabiiy fanlar yo'nalishi bo'yicha Al-Xorazmiy olimpiadasiga 87 nafar o'quvchi, ularning xavfsizligini ta'minlash maqsadida 14 nafar mas'ul xodim, o'quvchilarning bilimini baholash uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlaridan 24 nafar hakam o'qituvchilar ishtirok etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Mektepgacha va maktab bilim berу ministrligining 2025 yil 29 yanvardagi 24 sonli buyrug'ina muvofiq Chikara fanlari olimpiadasining 4-respublikалық bosqichi biыл fizika, ximiya, biologiya fanlarining biыл Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus qalasi 53 sonli ulama o'rta bilim berу mектep bazasында o'tkazilmoqda. Бұл олимпиадаға Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent қаласы ham 12 viloyatdan jami 127 o'quvchi qatnasып, бұл o'quvchilarga барлық шариатлар жаратылған. Атап өтетін болсақ, сол o'quvchilar ham олардың басына біріктірілген 14 javobgarlarga Qoraqalpoq мемлекеттік университетінде жатақханасынан орын ажыратылған. Сондай-ақ Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda басқа да viloyatlardan jami 21 төрешілер құрам ағзалары келген. Олимпиада процесінен тысқары оқушылардың бос уақытларын мазмұнды өткеру мақсатында атап өтетін болсақ, Нүкіс қаласындағы Советский атындағы музейіне, Гиннес рекордлар кітабына кіртілген Қарақалпақ қара үйіне, сондай-ақ Нүкіс қаласындағы жастар технопарк орайына саяхатлар шөкілместірілген. Toshkent shahri va viloyatlardan kelgan o'quvchilar va ularga biriktirilgan mas'ul xodimlarning olimpiada o'tkaziladigan joyga kelib ketishini, olimpiada ishtirokchilarining tarixiy joylarga sayohatini tashkil etish uchun barcha qulayliklarga ega avtobuslar ajratilib, Respublika ta'lim markazining fan metodistlari biriktirildi.